Har birimiz ushbu chorlovni kunda 5 marotaba eshitamiz va ushbu nidoga o'z bilganimizcha javob qaytarib, najot topishga harakat qilamiz. Dar haqiqat, namoz bu najot. Namoz bu islom rukunlaridan biri. Namoz bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga samoda farz bo'lgan amal. Namoz bu poklik. Namoz bu Alloh bilan xoli yuzma-yuz muloqot. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh, la ilaha illalloh, ma lana rabbun siwa. Siz namoz haqida nimalarni bilasiz? Bu borada o'z bilimingizni sinab ko'rishni xohlaysizmi? Marhamat, namoz bo'yicha o'tkaziladigan ko'zimning quvonchi namozda deb nomlangan musobaqada ishtirok eting. Bellashuvda dunyoning har burchagida yashovchi, o'zbek tilini biluvchi, har qanday millatga mansub bo'lgan musulmon ayollar qatnashishi mumkin. Musobaqaning maqsadi islom dinining muhim ustunlaridan birini o'rganish, unga beparvo bo'lgan insonlarga kutilajak oqibatlari haqida tanbeh berish. Musobaqa yaqin kunlarda boshlanib, bir hafta davom etadi. Musobaqa yo'nalishi 6 kun mobaynida har kuni namoz haqida ma'ruza tushadi. 24 soatdan so'ng o'sha ma'ruza bo'yicha Dubay vaqti bilan kech soat 21:00 da savol tashlanadi. To'g'ri javob bergan avvalgi 50 kishining javobi qur'aga kiradi. O'sha odamlar orasidan kuniga 6 tasiga quyidagi sovg'alar beriladi: tablet, Qur'on qalamlar va MP3 jihozlari. Musobaqaning 7-kuni esa buyuk qur'a tashlanadi. Ya'ni 6 kun davomida qur'aga ismi tushgan kishilar ichida katta qur'a tanlovi bo'ladi. Unda yutib chiqqanlar quyidagi qimmatbaho sovg'alar bilan rag'batlantiriladi: iPhone 5s, Samsung Galaxy Note 3, Samsung Galaxy S4 va notebook. Oxirgi haftalik tanlovda kundalik tanlovdagi ismi chiqqan barcha ishtirokchilar uchun qayta tanlov fursati bor. Musobaqa haqida to'liq ma'lumotni twitter.com dagi sabachka namoz 1435 hisobimizdan olishingiz mumkin yoki WhatsApp xizmatidan foydalangan holda +905 377 289 133 va +971 56 281 89 37 raqamlarga ismingizni yozib bog'lanishingiz mumkin. Shoshiling, fursatni boy bermang. Bu musobaqada qatnashish bilan siz juda ko'p do'stlar orttirasiz. Bilimingizga bilim qo'shiladi. Izlaning va g'olib bo'ling. Sovg'alarni qo'ldan chiqarmang. Sizga berilgan imkoniyatdan foydalaning. Shoshiling va bu fursatni boy bermang.